sizni haqqingiz yo'q meni rasmga olishga, tushundingizmi? Da, уже bo'ldim. Bo'ldim. Bunyodkor progressga odamlarga noto'g'ri shartnomalar tuzilyapti. Вообще, mana ko'ryapsanmi? Butun mana mahalla hujjatlar bekor qilingan bo'lsa ham, mana shunday bo'ladi. Qonuniy ishlar. Assalomu alaykum Barno opa. Sizni yo'qlab kelganligim sababli xabaringiz bo'lsa, 2021-yil prezidentimizning tomonidan 51-52 sonli qaroriga shirkatlar bo'yicha to'xtatilib, tuman hokimligi tomonidan qaror chiqarganligi rasmi. Demak, tuman hokimining ham qo'li bormi bu yerda? Tuman hokimining qarori qo'li bor deb o'ylayman. Chunki Do'stlik tuman va alaykum assalom uzr, va alaykum assalom. Avvalom siz ming rahmat deyman. Aynan xususiy shirkatlarning muammosini, shu ne только muammosi, bu yerda aholining ham muammosi bo'lyapti-da. Chunki ular tushunmayapti, kompaniyami yoki shirkatmi deb. Shuning uchun to'g'ri savol, to'g'ri yo'nalishda kelsiz. Haqiqatan ham rahmat. Endi savollaringizga javob beraman. Do'stlik tuman hokimi tomonidan 2021-yil 22-oktyabrda Do'stlik tumaniga qarashli 24 ta shirkat raislarini shirkatlarni yopish bo'yicha qaror chiqarilgan. Haqiqatan ham 21-yil 22-oktyabrda bu bo'yicha qaror chiqargan. Bu bo'yicha biz shirkat raislari tomonidan prokuraturaga murojaat qilganmiz yozma ariza bilan. Prokuratura tomonidan qonuniy o'rganim chiqilib, protest berildi. Hech qanaqa prezidentimizning 51-52 qarorda shirkatlar faoliyatini to'xtatish bo'yicha sonli qarori yo'qligi isbotlangan va prokuratura tomonidan ma'muriy sudga berilib, birinchi qarori, tuman hokimining birinchi qarori bekor qilindi. 2022-yil 6-iyun 20-iyunda bekor qilindi ma'muriy sud tomonidan. Mana endi bu tuman hokimining haqiqatan ham qo'li bormi deyapti. Bu yerda menimcha Baram tumanning rahbari shu bizlarga to'sqinlik qilgan ayniqsa hokimimiz tomonidan deb o'ylayman. Hech qanaqa aslida prezidentimiz unaqa demagan ekan ham. Bu qarorni prokuratura tomonidan bekor qilgandan keyin kelganingizga to'liq ochiqchasiga gaplashaylik. Hujjatlar bilan aytaman. Sizga barcha sirlarimizni, bizlardagi muammolarni aytib o'taman. Arkasidan buni ijrosini qilmasdan, sudning qarorini ijrosini qilmasdan ikkinchi qaror chiqarib yubordi tuman hokimi tomonidan. Ikkinchi qarorini 22-yil 30-noyabrda chiqardi. Noyabrda mana 24 ta shirkat bo'lsa, Do'stlik tuman hokimimiz 4 ta shirkatni mana rasm bilan isbotlab ko'rsatay. 4 ta shirkatni qo'yib 51%dan o'tdi, 24 ta shirkat faoliyati, ya'ni ikkinchi qaror chiqarsa 51%dan o'tdi deb 4 ta shirkat raislarini rasmini qo'yib ikkinchi qaror chiqarib yuboryapti. 22-yil 30-noyabrda. Bu qarorni ham prokuraturaga berdik. Prokuratura tomonidan endi o'zimiz tomonidan ma'muriy sudga berildi. Ma'muriy sud tomonidan qonuniy o'rganib chiqqandan keyin Oliy sudning qarori bilan 2024-yil 28-mayda bu qaror ham noqonuniyligi isbotlandi. Soxta hujjatlar bilan tuzilganiga isbotlandi. Bu soxta hujjatlar, bu Obod Bunyodkor progressning hujjatlari soxtaligi isbotlandi. Shirkatlarda umuman shirkatlar, masalan, meni shirkatimda Obod Bunyodkor progressga o'tish bo'yicha meni shirkatimda yig'ilish bayonnomasi tuzilishi kerak edi. Obod Bunyodkor progressga o'tishga rozichilik anosi protokol tuzilishi kerak edi. Hech narsa bo'lgani yo'q. Faqat tuman hokimining qarori bilan shirkatlar yopilib o'tiribdi. Aslida adliya tomonidan murojaatga chiqqanimizda adliya tomonidan bizga javob xat berildi. Bu yerda hamma shirkatlar faoliyatda turibmiz. Hamma shirkatlar faqat qog'ozda bazada. Lekin amalda biz emas, amalda shirkatlarga qarashli majburiy badal pullarini Obod Bunyodkor progress yig'ib olyapti. Demak, ikkinchi savolim Barno opa. Manas aholisi menga murojaatga chiqayapti. Nega siz blogersiz? Nega siz shu muammoni ko'tarmayapsiz deb. Nima uchun yoki qanday qilib Obod Bunyodkorlik MCJ bizni deyapti, sudga beryapti. Bizlarni deyapti, shartnoma tuzmasak, domda yashasak,
aholi bilan deydi qanday qilib bizni ustimizdan deydi bank kredit olmasak qanday qilib bizga kredit qilyapti deydi. Ha, kredit qarzdorligi qo'yyaptimi? Ha, bo'ldi, tushunarli. Bu yerda to'g'ri savol, juda ham to'g'ri, o'rinli deyman. Sababi hozir bu bo'yicha aytyapman-ku, bu aholini ichida yuribdi-yu, lekin aholini fikrini hech kim ko'tara olmayapti. Mana shu bahona siz keldingiz, yoritib chiqsiz, rahmat. Endi fuqarolik sudiga qanday berilyapti? Fuqarolik sudiga mahalla raislarining yordami bilan berilyapti. Chunki obod bunyodkor progress bilan bironta xonadon shartnoma tuzmagan. Birontasi tuzilgan bo'lsa ham noto'g'ri tuzilgan. Aynan obod bunyodkor progressga shartnoma tuzinglar deyilmagan yerda qandaydir qanaqadir gaplar bilan tuzilgan bo'lishi mumkin, lekin obod bunyodkor progress shartnomasini mahalla raislari tomonidan tuzilgan. Men uni o'sha joyda aytib o'taman, men sizga videosini ham taqdim qilaman, isbotlab ko'rsataman. Mahalla raislari, xotin-qizlar saytining raislari tomonidan obod bunyodkor progress bilan shartnoma tuzayotgan joyda men o'sha vaqtda mana shu hujjatni o'shalardan olganman. Videosi bilan videosini ham tushirganman. Endi barnapa 3-savolga o'taman. Barcha mahalladagi mahalla raislari va mahallaning ayblari bormi? Bor. 100%. 100% bor. Chunki mana hozir sizga ko'rsatganimdek, kim tuzilyapti? Mahalla raislari tomonidan tuzilyapti. Qanday tuzilyapti deng? Bu pasport, kadastr, abonent raqamlarini qanday olyapti desangiz, bu uyni sotib olayotganimizda mahallani uchetiga tushamizmi? Mahallaga borib, kadastrimizni beramiz, pasport seriyamizni beramiz. Ana shu mahalla raislari abonent raqamini berishining sababi, abonent raqamini berganda kvadrat metrlar kelib chiqadi. Ana shu kvadrat metrni ko'paytirilgan holatda majburiy badal qarzdorlik summasi kelib chiqadi. Masalan, 3 xona 82-70 bo'lsa, majburiy badal qarzdorligi agar 400 bo'lsa, o'shani ko'paytiriladi, shuni chiqqan summasi qarzdorlik kelib chiqadi. Ana shuncha abonent raqami, pasport seriya kerak. Yerda majburiy ijro bo'limiga berilganda avtomatik ish haqidan yoki pensiyadan yoki nafaqasidan ishlab qolish uchun. Hozir endi qarang, yana bitta savol beraman. Savolim shuki, MCJmi yoki shirkatmi? MCJ, shirkat emas. 2021-yil 1-qarorida tuman hokimi tomonidan chiqarilgan qarorda prezidentning qarori deb yo'qolgan-ku. 1-qarorini bekor qildik. Arkasiga 2-qaror. 2-qarorini ham bekor qilyapmiz. Haligacha faoliyatda boryapti. Yana bir narsa qiziq. Oldin shirkatlar faoliyati to'xtatildi deb kompaniya bo'ldi, BSK, ya'ni boshqaruv servis kompaniyasi. Ana endi aholiga shirkat deb agitatsiya ishlarini olib boryapti. Shirkat emas, kompaniya. Qog'ozga e'tibor qilsangiz, kun xonadonlarga ogohlantirish xati berilyapti, sudning buyruqlari chiqaryapti, nima deb berilyapti? Shirkat tomonidan deyilmayapti-ku. Obod bunyodkor progress MCJ tomonidan deb aytilyapti. Shirkat so'zi yo'q. Bu prosta og'zaki gap. Shirkat emas, u kompaniya. Ya'ni tadbirkor. Endi 4-savolga keldik. Nima uchun boshqa shirkat raislari kurashmayapti? Faqat siz kurashyapsiz. Va juda o'rli, men ham o'shani haqlardan hamma, masalan, Do'stlik tumaniga qarshi 24 ta shirkat raislari bo'lsak, demak 24 ta shirkat bor. Undan faqat bitta men, boshqalar hammasi o'tiribdi, bilmayman nimaga. Chunki ular hayronman, men ularga ham aytganman, shirkat raislari biz hali faoliyatda turibmiz, adliya tomonidan adliyaning mana tasdiqlovchi hujjatlari ham bor. Даже stil raqamlarimiz ham ochiq. Masalan, men o'zimnikini aytay, endi syomka qilyapti. Kerakli rahbariyatlar ko'rsa, mana isbotlash uchun aytyapman. Meni stil raqamim Binosoq shirkati raisining stil raqami 207-252-318. Marhamat dersiz, men avtomatik Binosoq bo'lib chiqib keladi. Biz faoliyatdamiz, hamma shirkatlar faoliyatda. Lekin shirkat raislari nima uchun kurashmayapti, men hayronman. Men ularga aytganman, chunki aholi tomonidan biz saylanamiz, shirkat raislari tomonidan. Mulkdorlar tomonidan saylanamiz. Mulkdorlar tomonidan saylanganimizdan keyin ular mulkdorlar tomonidan bizlarga kredit olishga ruxsat beriladi. Ruxsat bergan
qo'l qo'yib bergan. Tomimizni yopib berishga, fasadni yopib berishga rozichilik protokollari tuzilgan. Kredit olgandan keyin, endi biz nomimizdan olingandan keyin, shirkat raisi tomonidan olingandan keyin aholining rozichilik bilanda kurashimiz kerak. Nima uchun bu ketma-ket qaror chiqaryapti deb o'ziga-o'zi savol tashlash kerak. Birinchi qarorini noqonuniy isbotladik. Orqasidan ijrosini tamomlamasdan ikkinchi qaror chiqardi. Demak, ikkinchi qarorni ham noqonuniy isbotladik. Oliy sud tomonidan bekor qildik. Nega shunday baribir bekor qilsak ham tuman hokimi tomonidan obod bunyodkor progress barham fuqarolarni sudga berib pullarini undirib olyapti. Nima uchun deb savol tashlayapmiz. Bu shirkat raislariga ham aytyapman, kelinglar shu savolga qiziqaylik. Nima uchun ketma-ket qarorlar chiqib ketyapti? Bekor qilsak ham barham faoliyat. Demak, orqasida bir gap bor. Kelinglar shu globalniy tema bo'lyapti, ko'taraylik deganda ham hamma shirkat raislari o'zini olib qochdi. Bilmayman nimaga qiziqmayapti. Qiziqsin. Axir mana shu mulkdorlar bizlarga ishonib saylagan. Bizlarga ishonib qo'l qo'yib bergan kredit olishimizga. Marhamat. Nima uchun menga masalan hamma yoq yuguryapman, haqiqatan ham juda ko'p joylardan savol tashlanyapti. Nimaga faqat siz kurashasiz? Nega boshqalar kurashmayapti? Boshqa joyda muammo yo'qmi deb. Hammada bir xil muammomiz. Faqat men nima dedi? O'zimga mana shu qiziqdim. Birinchi qarorni bekor qildik, orqasidan ikkinchi qaror chiqib ketganiga men ana shu joyda men o'zi qiziqdim. Nimaga hokim ketma-ket qiziqyapti? Ketma-ket qaror chiqaryapti. Nimaga bekor bo'lsa ham fuqarolarni sudga berib yuboryapti deb o'ylasam, bankdagi kreditlarimiz o'zgartirilgan ekan. Uni ham isbotlab beraman. Bankdagi kreditlarimiz o'zgartirilgani bo'yicha tuman hokimi, tuman prokurorimiz tomonidan tasdiqlab berilgan. Mana. Demak, tuman viloyat hokimining ham qarorlari bor, ha? Taqdimnoma chiqargan. Ijro viloyat tuman hokimiga taqdimnomalar chiqarilgan, ogohlantirish berilgan. Shirkatlar faoliyati qaytarilish bo'yicha. Mana uni isboti. 1 emas, 4 martami, 5 martami tuman hokimini ogohlantirgan. Qurilish muavini Tinchlikovni ogohlantirgan. Shuhrat Jo'rayev tomonidan. Mana bayonnoma tuzilgan viloyat hokimi tomonidan. Lekin bitta ham anaqasi ijro bo'lmadi. Bitta ham даже e'tibor ham qilgan yo'q viloyat hokimimiz chiqargan javoblariga. Yuborilgan javoblar. Amalga oshirmayapti viloyat hokimining amalga oshirmayapti qarorlarini. Chunki isbot fakt sudning qarori bilan ikkala qarorni ham bekor qilib tashlagan. Noqonuniy ishlayapti. Polniy noqonuniy ishlayapti. Bemalol aytaman, mana ikkala qarorni ham sudning qarorlari bilan bekor qilgan. Birinchi qaror ham 21-yildagi qaror ham, 22-yildagi chiqargan qaror ham sudlar tomonidan bekor qilingan. Noqonuniy ish olib boryapti. Noqonuniy faoliyat olib boryapti. Noqonuniy tarzda odamlarni ogohlantirmasdan obod bunyodkor progressga qo'l qo'ymay, a'zo bo'lmay turib, mahalla raislari tomonidan yordamga o'tilib, abonent raqamlari, pasport nomerlarini qo'yib, shartnoma tuzib yuboryapti. Ana shu uchun ham sizlar fuqarolar sudga chiqib ketyapsizlar. Shuning uchun ko'plar hayron qoladi, menga ham savol beradi. Qanday anaqa fuqarolik tomonidan sud buyruqlari chiqdi? Bu qarzdorliklar qanday keldi? U ko'mu nimaga meni chaqirmay turib sudning buyruqlari chiqib ketdi? Ko'mu degan savollar tashlanyapti. Chunki shunday ular kelishib olganda, bu foiz bo'ynagami bilmayman. Qanday fuqarolik sudning qaroriga ham hayron qolaman. Fuqarolik sudning haligi rahbariga nega chaqirtirmaydi fuqarolarni? Bu hozir sizni syomka qilganim, sizni izlab kelganim bu ijtimoiy tarmoqlarga chiqadi. Bemalol shu videodan keyin balkim yuqori tashkilotlardan tekshirib kelsa, qo'rqmasdan dalil isbot qilib bera olasiz. Albatta, qanida kelsa, men hamma joyga murojaat bilan chiqqaman, hech kim kelmagan. Mana shuncha yana doполнительный yoqda ham bor hujjatlarim. To'g'ri javob kelmagan, bir xil javob ketavergan. Menga to'g'ri kelmaydi. 24 mana ikkala qarori bekor qilingan. Viloyat hokimi tomonidan taqdimnomalar chiqarilyapti. Nimaga shirkat raislarini 24 ta shirkat raislarini chaqirmayapti? Nima uchun? Nima uchun bir xil kelyapti? Nima deb kelyapti xatda? Javob xatida. Prezidentimizning qarori bilan mana bu qandaydir ko'pincha kerak bo'lsa menga javoblar ham kelmaydi. Arizalarim shunday javobsiz ham qolib ketgan. Nega hech kim bironta komissiya hamma yoqqa murojaat qilgan, aysa meni hozir ko'rib turgan bo'lsa, butun rahbariyatlar o'zi tanidi.
Chunki men hamma haligacha eshiklar taqillatib yuribman. Lekin taqillatgan eshiklarim chiroyli ochilmayapti. Qonuniy ochilmayapti. Ochgani bilan sraz yopilyapti. O'rganilmayapti, haqqoniy o'rganilmayapti. Hech kimga qandaydir qiziqmayapti. Banklarning kreditlari o'zgarib ketilgan deb ko'rsatyapman, faktlab ko'rsatyapman. Uni ham tekshirmayapti. Tergov ichki ishlarga berilgan, prokuratura tomonidan berilgan mana bu tergovga qadar berilgan, tergovga qadar tekshiruv o'tkazilsin deyilgan. Buni lekin ichki ishlar tomonidan 83.2 qilib yoparyapti. Jinoyat alomati yo'q deb. Qanday jinoyat alomati bo'lmaydi? Yana yaxshi savol bo'ldi-da, lekin gap yo'q mana yo'q joyda. Hokimning qarorlari noqonuniy isbotlandimi? Obod bo'layotgan progress soxta hujjatlar bilan kirib kelgani isbotlandimi? Bu jinoyat emasmi? Noqonuniy tarzda 24 ta shirkatning pullarini yig'ib olyapti bu. Noqonuniy tarzda. Yana kreditlar o'zgarib ketilgan. Bu nima bu? Bu jinoyat emasmi? Endi kreditlar o'zgartirilganda bitta oddiy bo'lmasin. Masalan, misol qilib aytaman. 2017-yildagi kreditimni ham 842 sonli kredit shartnoma. 6-iyunda olganman 500 million 9%. Olganman. Bu yerda 842 sonli kredit shartnoma asl nusxa menda turibdi. Bularda menga banklar tomonidan talabnoma kelyapti sudga. Talabnoma sudga chiqarilish bo'yicha 842 sonli shartnomangiz, kredit shartnomangiz, tak 8-iyunda 571 million 640 mingga kredit olingan deb aytilyapti. Men keyin sudda anaqa talabnoma bo'yicha bankka bordim. Nima menga talabnoma jo'natingiz? Hokimga marhamat qilib hokimga murojaat qiling. Chunki men boshida tushunmaganman. Kreditim o'zgartirilganini. Men tushunib qolganman, respublikada tushundim. Chunki men yuqoriga chiqib ketdim. Demak, shirkatlar faoliyati ekanda, mana banklar sudga berdi. Keyin men 571 millionni men foiz deb o'ylaganman. Foiz emas, kredit bo'lib chiqib ketdi. Bu 500 millionni 9% ga ko'paytirib chiqqan summa 571 million 640 ming bo'lgani uchun 640 ming bo'lgan, buni 9% qilib obod bunyodkor progress ko'ndirish bo'yicha qaror topshiriq berilyapti. Bu nima bu? Bu birinchi kreditim. Bu 2019-yildagi kreditimni ham xuddi shunday o'zgartirgan. 11-27 sonli kredit shartnoma 14-noyabrda olgan bo'lsam, bu yerda 18-noyabr, lekin tartib nomeri turibdi. 18-noyabrda 921 million 252 ga o'zgartirilyapti. Bu nima bu? Bu bo'yicha isbotlar beryapman, ichki ishlar tomonidan 83.2 bilan yoparyapti. Demak, jinoyat alomati yo'q deb ichki ishlar tomonidan yopib yuborilyapti. Faktlar beryapman. Hujjatlar soxtaligi mana sudlarning qarorlari bilan faktlar berilyapti. Noqonuniy deb. Noqonuniy tarzda pullar yig'ib olyapti. Yo'q qo'yib beryapti. Faktlar turibdi. Men qog'ozsiz hech qachon bironta joyga murojaat qilmayman. Qog'ozlarim, asosli hujjatlarim bo'lgani uchun men murojaatga chiqaman. Lekin hozir xursand bo'lyapman o'zi. To'g'risini aytsam, balkim hayajonlanib ko'p joylarda xato qilib gapirgan bo'lsam, avvalo uzr so'rayman. Chunki menga bunaqa mavzu tema bo'yicha birinchi marta bloger siz bo'lib kelyapsiz. Menga hali hech kim bunaqa savol bilan meni izlab kelmagan. Shirkat raisi deysiz, sizga bir savol bermoqchi edim. Mana aholisi tomonidan savollari ko'payib ketdi menga bergan savollari deganingiz uchun men erinmay yo'ldan qaytib sizga savollaringizga javob berishga ruxsat berdim. Rozi bo'ldim. Rahmat sizga Barnopa. Avvalambor mana shu sizni izlab, mana shu Manas aholisini xalqini murojaati uchun hamda butun O'zbekistonimizni mana shu fikrlarini bilish uchun va ko'rib sizni mana shu qonuningizni o'rganish uchun keldim. Mana ko'rib o'zlariga to'g'ri xulosa chiqarib, demak ayrim kamchiliklari bo'lsa bilib oladi o'zlari. Albatta, zato bilib oldi. Mana sizni yordamingiz bilan endi aholi biladi, tuman hokimining ikkala qarori ham noqonuniy isbotlangan. Yana ham aytyapman. Sudlarning qarori bilan oddiy qog'oz javob emas, sudlarning qarorlari bilan bekor qilingan. Rahmat Barnopa, avvalambor meni shunchalik sizni izlab keldim hamda sizni iltimos qilganligim uchun yo'q demay, taklif qilganligim uchun yo'q demay anaqa qilganingiz uchun sizga rahmat. Efir olaman deganligim uchun rahmat sizga ham Barnopa.